Hürmetli vatandaşım, 4. leksiyemizle başlayımız. Uzun bolu cüngünün iktisadı doğrusuzu sözlemeydiğen bulup kaldık. Əməliyyatı cüngüğü nəzər torbitinin məxsus stonada her günü digidək cüngü iktisadı doğrusu da xəbərlə kilip durvatıdır. Bu haberlerin köp kısmını naziriviliği çonqur makalalar teşkillik elliktin. Bunlar makalaların teyyarlap vatandaşlarımızga yetkizilgan bolsa, ziriktirip koyumuz. Bizge näq gap gerek, biroq näq gap hamisha bo'lavermaydi. Cüngü münasibetli xalqaro siyasetning o'zgarishi tez bo'layotidir. Näq bo'layotidir. Bu siyasetlerini vaqti-vaqtida so'zlab turibotimiz. Cüngü iqtisodinin osonlashganligini uzundan so'zlab keldik. Can-jadından statlar keltirdik. Nivda efendiden naqllar keltirdik. Lekin cüngü iqtisodi hozirgacha gumron bo'lmadi. Cüngü iqtisodning gumron bo'lishini sizmi, bizmi xohlamaymiz. Çünkü cüngü iqtisadi gumron bo'ldigan bo'lsa, dunyo iqtisodiga bevosita ta'sir etgandan boshqa 20 million Uyg'urning Xitoyning hukmronligi ostida yashayotganligi andishimizdan yana bir tarafidir. Biroq cüngüning iqtisodi shiddatli o'zgarish bo'lib, xuddi Rossiyaning iqtisodi shiddatli o'zgarish yuz berib, zamon Gorbachevni siyosiy sahnaga chiqargandek, Cüngüdimi Wangbachevni, Jangbachevni o'ttirg'i chiqaradigan iqtisodiy vaziyatning o'zgarishini albatta qarshi olamiz. Sizmi qarshi olasiz, bizmi qarshi olamiz. Shundaq niyatli vatandaşlarım bugun sizlarga xalqaro kapital salg'uvchilar Cüngüning aksiya bozori fondidan davomli chekinmoqda mavzuli xabarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu xabar 5-oyning 5-kuni. Bu xabar 5-oyning 5-kuni Cüngü nazar torbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandı. Angliya pul muomala gazeti 5-oyning 4-kuni xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Cüngü aksiya fondidan mablag' chekindirayotgan muhim shirkatlar Yevropada tizimlatib xalqaro bozorga chiqadigan davlatdan olqigan mablag' soladigan shirkatlardir. Gerçi Cüngüda tarqaq aholilar yaqindan biri belgilik paychakda qo'g'lashib, bir yil ichida bu boy bozorni 125% o'rnatayotgan bo'lsa-mu, lekin xalqaro mablag' solg'uvchilar Cüngüning aksiya bozoridan ikkilanib qoldi. Bugunlardan endi Cüngüning aksiya bozori, paychak bozori tushishga boshladi, shiddat bilan tuvallashga boshladi. Gazetning xabarida bundoq ko'rsatildi. Sahar Yıldız şirketining statistikasiga asoslanganda bu şirket 2014-yili Cüngüning Büyük Cunhua rayoni aksiya fondi bozoridan 4 milliard 100 milyon dollar chekindirib chiqib ketgan bo'lsa, bu yil birinchi faslda bu shirkat Cüngü aksiya bozoridan 1 milliard 800 milyon dollarni chekindirib chiqib ketdi. Gerçi bazı mablag' boshqaruvchi direktorlar Cüngüda aksiya bozorining davomli taraqqiy qilishiga ishonsa-mu, lekin yana nurg'un kishilar Cüngüda aksiya bozorining ovatlashishiga ishonmaydi. Gazet Gollandiya mablag' boshqarish shirkati yangi bozor taktikasini tadqiq qilguvchi Martinjan Bakomning tahlilidan naql keltirib bundoq ko'rsatdi. Cüngüda mablag' solg'uvchilar pul muomala sistemasining ojizligiga sal qaraydi. U tahlil qilib bundoq ko'rsatdi. Yaqinqi bir necha oydan beri Cüngüda aksiya bozori paychakning o'rlab ketganligi shuni tushuntirib berdi-ki, Cüngü fuqarolarining hukumatga ishonidigan yeri ko'p. Bundoq aytganda Cüngü fuqarolarining hukumatga ishonishida chataq yo'q. Her qatim iqtisodiy rag'batlantirish chora-tadbirlari o'ttirg'i chiqarilgan hamon aksiya bozorida paychaki o'rlab ketdi.
Gerçi chet elden meblag salgıçılar Jungo bozordan çekinip çıkkan bolsa-mı, lekin Jungo'da meblag salgıçılar kun sayın egirleşiyotgan xatarga sal qarawatydy. Jungoliklarning kollektiv əsliməsində Jungo hökumətinin iqtisadını kontrol qılalmaydıqanlıqdan ibarət intayin zor siyasi xatalıqı yol qoyduğanlıqı nəzərdən saqit qılınır. Hər bir Jungolikların əsliməsində Jungo hökumətinin iqtisadını kontrol qılalmaydıqanlıqdan ibarət bir hadisə Jungo fuqaralarının nəzərdən saqit qılınğandır. Demək, Jungo fuqaralar axmaq deyə getdi. Qaltis təhlil var. Meyli iqtisadqa, meyli siyasetki İransiz muamele qıldığan Jungo'luq bugün qoşuğum toydu, ətinin gemini qılmayman, pervayim pelek deydiğan Jungo'luqdur. Bu bizden təhlilimiz. Meyli iqtisadqa, meyli siyasetki İransiz muamele qıldığan Jungo'luq bugün qoşuğum toydu, ətinin gemini qılmayman, pervayim pelek deydiğan Jungo'luqdur. 20. asırın 60. yıllarda moşundaq pervayim pelek, xiyanetçi, paraxor, hükümetki işinediğen gamsız Jungoluq açarçılıqqa düçar bulup 20. asırın 60. yıllarda moşundaq pervayim pelek deydiğen puralar xiyanetçi, paraxor, hükümetki işinediğen gamsız Jungoluq puralar açarçılıqqa düçar bulup 80 milyon adam Jungo'da açlıktan ölgeni. Hiç qanday insan bunda günün kelişini xalamaydı. Diken Jungo'da siyasi özgürlük, siyasi islahat özgürlüğü buluş gerek, islahat buluş gerek. Jungo'da yuqorida aytqandak, Sovetlardan Gorbachev chiqqandak, Jungo'dan Wang Bachev yoki Xi Bachevdan birisi o'tirg'i chiqish gerek. Hozirgi vaziyat, hozirgi iqtisodning ahvoli shu kunga kelgandek turibdi.